Boshlang'ich to'lovsiz Damas so'ragan klientlarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan 72 ming kilometr masofa bosib o'tgan yangi chexol, polik, pol, patolog, arshivkalar qilib qo'yilgan tayyor Damasimiz sotuvda bor. Balon holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Uzun diskasiga yumshoq 12 balonlar qo'yib qo'yilgan. Propan gazlari bor mashinamizda. Yonida ham bor bunda. Uni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Mashina urilib, surilib, bir yon bo'lib og'anagan mashina emas, yaxshi holatdagi mashina. Ko'rsanglar bo'ladi sostiyanasini. 1 so'msiz boshlang'ich to'lovsiz chiqarib beramiz bitta pasport evaziga. Oyligi 2,5 million so'mdan. Agarda tozasidan bilaman desangiz, men tozasidan ham olib kelib qo'yamiz. Bu ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. 13 diska, yumshoq balon. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Salonlarni ko'rsanglar. Bunga ham pol, patolog, obshivka hamma narsa qilib qo'yilgan. Probegi 80 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Metan gazli ustanovka qilib qo'yilgan, tayyor holatdagi. Ikkita Damasimiz sotuvda bor. 2,5 million so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. Xohlasangiz tozasiga boshlang'ich to'lov 3 million qilasiz. Mayli bo'laveradi desangiz, bitta ikkita detalda pitnosi bor buni ham. Yomon mashina emas. Nolga umuman 1 so'msiz chiqarib beramiz bitta pasport evaziga. Mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Oylik to'lovlari aytib o'tganimizdek 2,5 million so'mdan chiqadi. Manzilimiz Shahri Sabr shahar, yangi xalq bankidan o'tganingizdan keyin mana shu domlarni tugashida 3 etashkalilarni yonida keladi. Agarda sizda ham sotiladigan mashina bo'lsa ham naqd pul evaziga sotib olib qolaveramiz. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Murojaatchi nomer qoldiramiz, telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi.